to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Obunachilarimiz ko'pchilik bizning muomalamizdan xafa bo'lishadi. To'g'ri tushuninglar, biz yolg'on gapirmasligimiz uchun, sizda beradigan foydangizni o'zimizga harom qilmasligimiz uchun yaxshi gapira olmaymiz. Kim qancha yaxshi gapirib, ko'p gapirsa aldaydi. Biz unaqa qila olmaymiz. Tug'ma shuni qo'pol, harom yemaydigan qilib o'rgatilganmiz va shogirdlarimizni ham shunga targ'ib qilamiz. Siz bizni qo'polligimiz uchun keladigan bo'lsangiz, boshqa joyga boravering, yumshoqroq muomala qiladigan joyga. Agar paxta xohlamaydigan bo'lsangiz, bizni do'konimizdan kelib mahsulotlarni arzon narxda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Buni ma'nosini hamma tushundi. Bu orqali barlarning narxi aytib eslatib o'tganlar. Har xil turdagi barlarimiz keldi. Kimga qanaqasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Trekkerga avtomat, Gentra mexanika, Cobalt mexanika, Spark avtomat, Nexa 3 avtomat 2 xili va albatta Damazda mexanikasi. Damazda avtomati bo'lmaydi. Kimga kerak bo'lsa har xil turdagisidan bor. Iltimos, to'g'ri tushuninglar. Har xil joyga har xil odam bor. Kimdir qo'pol, kimdir ikkiizlamachi, kimdir yolg'onchi, kimdir qasamxo'r, kimdir munofiq, kimdir laganbardor. Biz laganbardorlikka, yolg'onchilikka, qalloblikka o'rgatilmaganmiz. Agar bizni salgina yana qo'pol muomalamizga sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, arzon narxlarda bizdan xarid qilsangiz, biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasiz. От души, по-братски. Sog' shabet.